Xullas biri nonvoy ekanda, nonvoy. Bir cho'pondan sariyog' olar ekan. Har kuni 1,5 kilo sariyog' olib keling derkan. U ham olib kelar ekan, berar ekan, tortib oling derkan boyagi. Yo, men sizga ishonaman derkan, tortmas ekan. Yillar o'tibdi. Bir kuni bir ichiga bir shubha tushib qoldi. Shundan men sariyog' olaman, hech tortmadim. Bir tortib ko'ray deb tortsa, 1,5 kilo chiqmabdi-da endi. Nomard debdi, bu yillar davomida meni aldab ketdi bu deb. Ustidan endi arz qilibdi qoziga. Qoziga aytdi, bu meni shunaqa qilib, yillar davomida men bundan sariyog' olaman. Biron marta tortib olmadim. Har safar 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ammo men tortib ko'rsam, kam chiqdi. Boyagi cho'ponni chaqiribdi qozi. Falonchi, sen shumisan? Sariyog' sotarmiding bunga? Ha, sotardim qozi bu. Au, kam sotibsan nomard. 1,5 kilo chiqmayapti mana tortib. Endi debdi. Qozi dedi, men bilmayman unaqa nimani, men bir cho'pon odamman, meni tarozimam, unaqa nimalarni bilmayman men. Men shu qo'l bola bir tarozi qo'yganman. Men bu odamdan har kuni non olaman. 1,5 kilolik non olaman. O'sha olgan nonimni tarozini bu tomonga qo'yaman-da, bu tomoniga o'shanga moslab sariyog' meni o'lchovim buni o'zini noni degan.